Futbol tarixida boshqa jamoaga o'tib eng yomon qarorni qabul qilgan futbolchilar. 4-o'rinda Neymarning Barselonadan PSJga o'tishi. Bu transfer Neymar uchun yaxshi maosh keltirardi, lekin orzulari barbod bo'lishiga olib keldi. 3-o'rinda Fernando Torresning 2011-yilda Liverpooldan Chelseaga transfer. Transfer narxi 50 million funt. Bu transfer Premier Liga tarixidagi eng qimmat transfer edi. 2-o'rinda Figoning Barselonadan Real Madridga o'tishi. Bu transfer muxlislarning katta e'tiroziga sabab bo'ldi. Har El Clasicoda Figoga otilmagan narsalar qolmadi. Va nihoyat birinchi o'rinni bilishdan oldin kichik bo'lsa ham kanalimizga obuna bo'lib like bosib qo'ying. Birinchi o'rinda darvozabon Kepa. Atletico Bilbaodan Chelseaga transfer. Bilbaoda juda hurmatli darvozabon edi. Eng ajoyib voqea 2019-yilda final o'yinida murabbiy uni almashtirmoqchi bo'lganda darvozabon maydonni tark etmagan. Siz yana boshqa jamoaga o'tib eng yomon qarorni qabul qilgan futbolchilar haqida kimlarni bilasiz?